Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın aziz mehmonlari, Allah'ın qo'noqlari mana endi Alloh taoloning fazli bilan Makka mukarramadan qo'shlashib chiqib ketamiz. Bu safarimiz ketayotganimiz bir jo'la emas, qayra kelishga ketamiz. Inshaalloh Allohdan umid qilamiz, daha qayra kelganiga ketamiz. Bir kelishga bir ketish bor. Bu qo'shlashishimiz tugaliga emas, buyursa Alloh nasib qilsa daha kelamiz. Agar ömrümüz yetmay kelmay qolsak, Payg'ambarimiz alayhisalom aytadi, Ka'ba deydi, Qaratash deydi, kim kelib salom bergan bo'lsa qiyomat kunida shafaat qiladi deydi. Jannatni ko'rishamiz inshaalloh. Agar dunyoda ko'rishmay qolsak, jannatni ko'rishamiz. Biroq Allohdan umidimiz dağı cho'ng ajrlarga, dağı umralarga kelishni Allohdan so'raymiz. Xatmi Qur'on o'qilganda, bilasizlar, xatmi Qur'onda kecha mana Abdulmutal xatmi Qur'on sag'ira qilib berdi. Oyog'ida sura Fatihani o'qib qo'yadi. Nimaga desa, men bo'ldi Qur'onni bitirdim emas, bitirib ele jangidan boshladim deb jangidan boshlab qo'yiladi-da. Jangi xatmi Qur'onni boshlab qo'yiladi. Alhamdulillah, alif lam mimni o'qib qo'yadi. Shunga o'xshab biz ham men bo'ldi ketamiz emas, keyingi kelishimizga bitta labbayk aytib qo'yamiz, ha. Bismillahirrohmanirrohim. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mana tug'andar birodarlar hozir mana ro'paramizda Baytullohning ro'paramizda turibdi. Hozir o'ydan burilamiz shu bo'yicha shu uzoqlashib ketaveramiz. Endi Alloh taoloning baytini ishlamiz. Hali hududdan chiqqanimiz yo'q. Haligi 100 ming rakat degan yerdan chiqalik biz. O'shuning uchun o'tganda aytganday, yaxshi ishlarga, so'g'du ishlarga niyat qilib olingizlar. Hali ham kech emas. Borib men ananday qilaman, mananday yaxshi qilaman deb niyat qilib olingizlar. Inshaalloh borib uyda atqarsanglar 100 ming rakat, 100 ming yo'li buyuk darajada bo'laveradi-da. Makkada qilganday bo'ladi-da. Alloh taolo barlig'imizni o'sha yaxshi amallarga nasib qilgan bo'lsin. Alloh taolo qadamlarimizni uzib qo'yib olsin. Bu yerda endi bir-birimizga bir tug'anday bo'lib qoldik. Aka-uka, eja-singil bo'lib, qarindosh bo'lib bir tug'anday bo'lib qoldik. Endi bir-birimizni keyin ko'rganda ham, bir-birimizni ko'rmasak ham sog'inib, telefon chalib, cho'g'ilishib, ancha-muncha to'p-to'p cho'g'ilib, bir ancha-muncha bir suhbatlar qilib, bir cho'qim osh ustida o'tirib, suylashib iymondashamiz inshaalloh. Endi dag'i bir yo'li Abdulmutalda atidan ham, o'zimda atimdan ham sizlardan so'rab qo'yam. Bizni xizmatlarimizdagi bir kamchiliklarga rozi bo'lasizlar, bizni kechirib qo'yasizlar. Yaxshiliklar bo'lgan bo'lsa, bu Allohning fazli bilan bo'lgan bo'ladi. Alloh taologa ko'p rozi bo'lib duo qilingizlar. Bizni haqimizga ham rozi bo'lingizlar, bizni haqimizga ham duoda bo'lingizlar. Sizlarga o'xshagan ko'p hojilarni, umrachilarni xizmatini qilib yurishda Alloh taolo bizga ham nasib qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Endi men Ka'ba bilan qo'shlashayotganda bir narsa jazdim edi bir paytlar. Shuni har bir guruhga o'qib beraman. Sizlarga ham bir o'qib berayin shuni. Qaytamiz deb yozganman. Endi bu o'zbekcha-yu, oson bir qo'tarmasdan kerak javob tushunaverasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qaytamiz. Ka'batulloh yaxshi qolgin. Bizga ruxsat, qaytamiz. Aylanib tegrangda bizlar bo'ldik ulfat, qaytamiz. Jismimiz ketmoqda, lekin qoldi ko'ngil sen bilan. Bevafo vaqt o'tdi ketdi, keldi fursat, qaytamiz. Yetmayin ota bobolar yutubon qon o'tdilar, haqlariga biz duolar qildik albat, qaytamiz. Kim ota, kim onadan, kim juftidan ayrobudan, biz tilab Robdan alarga g'arqi rahmat, qaytamiz. Berdibon farzandlara iymon, hidoyat baxtini, umrini ber, rizqini ber, berma zahmat, qaytamiz. Biz poyinga bosh qo'yib o'lmoq uchun kelgan edik. Vo darigo kelmadi bizlarga navbat, qaytamiz. Noumid bo'lmas rahimiy, alvido deb aytmagay. Inshaalloh sen bilan qilmoqqa suhbat, qaytamiz. Yana qaytib kelamiz inshaalloh. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك. Endi bayağı bir söz var Peygamber Aleyhisselam'dan Hacı Mabrur'un emesi mükafatı fakat cennet deydi de Hacı Mabrur'a beriletirgan eme Allah'ın soğupu cennet kaptirer. Eme bu kanday bolat sahabalar so'radi ya Rasulullah Hacı Mabrur degan kanday bolat eme? Mabrur degan söz Arapça. Bu haligi bir kishi аңчылыкка chiqsa ko'p narsalarda atib olsa o'ziga shuni mabrur аңчылык deydi de qabul bu haligi yaxshi удачный охота degan deydi. Mabrur degan shu. Endi ajliqda ham o'sha ko'p sovuqlarda o'ziga cho'ltib olgan kelganda bergan. O'sha mabrur bo'lgan ajliqning belgisi qanday desa, payg'ambarimiz aytdi, o'sha odam ajliqdan qaytgandan keyin 3 ta yerda o'sha kishini odamlar elda tanimay qolsa, o'sha odamning haji mabrur qabul bo'lgan bo'ladi deydi. 3 yerda tanimay qolayotganda, qayerda tanimay qoladi desa, birinchisi uy bulo'sunda bola chaqalar tanimay qolayotganda, bolalar mana otanglar o'zgarib qolibdi. Mana chaynak bellarda ot salatilar otpay qo'yibdi, jamon so'zdirdi, aytpay so'g'ib, yaxshi murdan jo'natsak bo'lmoq ekan ajliqqa. Ha, boldan, vatanga o'zgarib yaxshi bo'lib qoldi. Tanimay qolayotganda. Qo'shnilar ayilda, misol qo'shnilar ikkinchisi qo'shnilar ekan. Qo'shnilar ayildashlarda faloncha ba'zi odamlar jamon suylab, g'iybat qilib, anda juratilar yaxshi jamonda yo'qolib qoldi. Yaxshi suylab qoldi, shuga jarash bir ajliq deb eldir. Ana uchinchisi kasbdoshlari bozorlarda deb qo'sha ishlashgandir. Billa mesela zavodda ishlayotgan, bozorda ishlagan yerdagi sheriklar tanimay qolayotganda o'zgarib yaxshi bo'lib turibdi. O'sha o'zining murdagi jamon fe'llari yo'qolib, yaxshilikka o'zgargan bo'lsa, o'sha kishining ajligi qabul bo'lgan savoblar olingan, beshga kirishi aniq bo'lib qolishi ekanda. Agar o'shanday bo'lmasa de Iso eshagini minib ajliqqa borsa, eshagi ham ajr bo'ladi degan so'roq borda. O'zgarib ketsa o'sha Isoning minib kelgan eshagi deydi. Eshakni minib kelgan odamning o'zi ajr bo'ladi, eshagi ajr bo'lmaydi. O'sha eshakka o'xshab o'shanday qaytib ketib bo'lib aytganda Alloh taolo barcha o'zi o'zgartib yaxshi tomonga nima qilsin, bursin. O'sha ajliq nimaga deymiz, boyagi beyishga jannatga kira turgan ajliqlardan qilsin. Endi so'zning ulantisini Abdumtal kishini aytadi, Abdumtalga berar mikrofon. Alloh nasib qilsa xabarlarimizni aytib, Qirg'iziston mekanizmga qaytamiz. Alloh taologa shukr bo'lsin. Alloh taolo namoz aytmoqchi oxirgi qadamlarimiz bo'lsin. Xayra, eng ko'chilari jasang kelib Bunu ibadat tartib geçti. Allah kabul kılmasın. Amin, amin. Yine Cumhurbaşkanı boyunca tüm adamlar öz yerine geliyor için kanunçalara niyet duyanların arkasından, hareketlerin arkasından akçalarını bölüp oturup sıkta çoğutup andan kelip şunday büyükçelerine geçet ettik. Birinci yolu niyet maksatında. Şunday bir Cumhurbaşkanı bolda ne deyip niyetler şeydi. Alemek gelgenden keyin ya Allah'ım olacak değil mi? Kayra kendisine nasip oldu tuhaflar deydi. Oşağa inşallah bizdağı bugün geçen aranızda doğuşuna niyet kılganlar vardır. Ya Allah'ım ya şu sevgili barken olsam buldu deyip. Kendilerimizde medine jaktı, kendilerimizde Mekke jaktı, ibadatlar jaktı. Yani aranızda dua kılganlar da vardır. Ya Allah'ım yani hayra men baldarımda da niyetlerine geleceğini tutayım. Yöntelikkel ibadatlarda kılınsan niyet kılıp ketatkanlar vardır. Oşal niyetlerimiz Allah Teala kabul kılan bolsun. Amin, amin, amin. Allah Teala kayra özünü uyga çakırsın. Amin. Allah Teala'ga sizlerge köp Allah Teala'ga şükürler aytабыз, sizde жақсы ajlarga hizmet kılдырганга koldan kelişince hiç bizni kıynamadыңыздар. Öte жақсы gruppa болуп бердиңиздер. Uğunda düştüğünüzde saat mınçağa desek uşağa çoğurup berdiңиздер. Eğer de кейбір acılarda, acı başlarda uqpay turgan bolsa, ibadatın manisi kaçat. Sizler жақсы угуп бергениңиздер үчүн Кудайга шүгүр, миң марта шүгүр. Өтө жақсы группа болду. Өтө жақсы ibadattар болду. Allah razı olsun barыңыздардан. Буюрса, дагы иншалла келем десеңиздер, биз кызматтабыз. Эгер де бизден ката кемчиликтер болсо, кечириңиздер, көз жумуп коесуздар, дамыл айтмакчы биздин балки тажрыйбасыздыгыбыздар. Иншалла дагы келечекте көбүрөөк жакшы шарттарды түзүп, жакшы кызмат кылабыз деген ниеттебиз. Allah razı olsun barыңыздардан. Rahmat Abdumtal cemaatin atından, özüm de atımdan sağayan bir rahmat deyip koyan ülkem. Sebebi, jakşı jardamçı boldun, anan jakşı yolbaşçı boldun.
Ben bu işte 20 yıldan beri жүрген болсам, mına seminen bugün bu safarda seminen işleşip kaldık. Öte jaşı bolğanına karabay ilimdүүлүгүң, tajribalуулугуң, mınандай bir çeçimlerde ança-munça problemleri çeşitli tez yardım berişin maga jaktı. Allah mına cemaatibizge jakkan bolçanıp, senden de biz razıyız. Seni hem Allah Teala ömrüňe rızkına baraka bersin ukem. Allah Teala şu Mekke'den, Medine'den kadamını üzmesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir yolu Peygamber'e salat etmiş ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Yani hurmatlı cemaat, daha yarım sut geçile biraz bizge. Şu hazır aeroportda vargandan keyin adab bilen, adep bilen, tartip bilen жүрüp, registrasyonlar ötüp, tartip bilen emeğe kirip aeroport içine. Samolyotga oturup uçup, bana oşuna varıp, oşuna çıkıp ketkendan keyin boldan bu yağı dağım işlerde mengiz buna aytganda hem köleringler, hem baldarыңlar, hem ustazыңlar bolup bereriz. Haligi bizge sözsüz moysunasыңlar degan narsa o'sha Tuket oşuna aeroportida. Allah'a emanet olun. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaykum, hurmatli hacılar. Hurmatli hacılar. Mana bugün safarimiz qarab qaytib o'tamiz. Mana kelganimizdan beri Rahimjon mana ukamiz hoji boshchilik qildi. Biz bütün mana shu hoji kelgan yigitlar, akalar, ukalar, opalar, ejalar hammamiz ikkovlardan rozimiz. Sizlarga iyilik tilaymiz. Bundan keyingi safarlar bundan ham yaxshi ishlarni qilasiz degan umiddamiz. Bir kelgan odam haqiqatda Rahimjonga aytmoqchi, ukam aytmoqchi, yana qaytib kelgisi keladi ekan. Xudoy buyursa, shu yerda turgan ba'zilarga aytiraman, yana qaytib bola chaqalarimiz bilan kelib, ziyoratlarni ko'p qilib ketishga ro'zai nasib aylasin. Ba'zi masalan Rahimjonga ham, berigi ukamizga ham katta minnatdorchilik bildiramiz. O'zim natimdan bütün jamoatimiz shu yerda bugun hozir kelgan barcha do'stlar, opalar, ejalar, singillar nomidan, qarindoshlar nomidan cho'ng rahmat aytamiz. Oilangizlarda tinchlik bo'lsin, hamisha uylarda fayz baraka bo'lsin, rizqingizda ulug' qilsin. Shunday safarlarni ko'p qilib elimizga, yurtimizga xizmat qilaveringlar. Mana shunday xizmatlarni qilsanglar, Qirg'izistonimizda baraka bo'ladi. Kerak bo'lsa oilamizda baraka bo'ladi, ittifoqchilik bo'ladi. Bunday ishlarni qilgan odam albatta bu dunyoda ham, bu dunyoda ham kamol bo'ladi. Shunday bo'lsin. Sizlarga ishlaringizga iyilik. Doim omadlarni bersin. Rahmat katta. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana safarimiz oyoqda. Bugun qaytamiz. Bu safarimiz ayol kelmişti oldu dedim. Mana Hacı Başı Rahmakan'ın Abdülmütalip'ten başçılığında ayol sonun ziyaretlarda kıldık. Çok rahmat sizlerge. Hacı Başçılar ömrünüz uzun olsun. Tilegen basatlar hazretkile. Niyet tilek kısımlar bağlı orumda alsın dileyim. Daima şunu geldin, hatasını alıp geldin, ünlükle karıp yürüyor. Rahmat çoğun sizlerge. Hiç kadar kemsik olgan yok. Bağır jakşı oldu. Bir gündagı bir boş gün olgan günümüz olgan yok. Ziyaretlerden bağırdığını kıldık. Ayavay jakşı oldu. Buna kalası da keyinki ziyaretlerga, keyinki çoğun azara buna kalası derinen çoğun dilegendik. Bu da Allah Teala nasip kılsın. Çoğun rahmat sizlerge. Ömrünüz uzun olsun. Tilegen masatlar hazretkiler. Daha bir çoğun rahmat cemaatın atından. Amin. Hurmatlı cemaat, senaman özümüzün hoşumuza jet olayda, Kudayım jakşı yol bersin, sapar bersin, ömrümüz uzun olsun, keyinki azlık sapalarga da oşuntip, niyet kılıp, gide turgan bulaydı, işimiz iyimlikte olsun, niyet tilek kılgan bolsa, barımız tilekleriniz orundalsın, oşağa Allah özü hoş olsun, oşun için daima şol jakşı tilek kılıp, esen amalini jet olaydı. Daha bir şey olsa çok rahmat. 10.000 Abdullah Akbar.